Assalomu alaykum, hurmatli surxondaryoliklar. Ofarin Surxon kanalini kuzatib turuvchilari. Biz hozir Jarqo'rg'on tumanidamiz. Mana u katta yo'lni ko'ryapsizlar, o'tib ketyapti. Bu o'sha Jarqo'rg'onga kirib kelaverish Termizdan tushishda, shu yoqda oldin basen bo'lardi yo'lda chetida. Bu yoqda mana Jarqo'rg'on Perkuruskadan Jarqo'rg'on markaziga o'tadigan. Xullas, yo'lda chetida bitta maishiy texnika do'koni ochilgan. Mana shu do'konda narxlarni men gap ochig'i boshqa joyda ko'rmadim. Juda qulay va arzon narxda ekanda. Bu yoqda mana gaz plitalar bor, xolodilnikda turma turi bilan bunaqa morojinlar solib qo'yadigan morozinliklar, pilisoslar. Xullas, oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, mana 10 kilolik 6 million so'm deb qo'ygan. Men az egasidan so'raganim yo'q. Yana bu yozilgandan ham ko'ra ancha kelishtirib beradigan joyi. Mana bunga 4 million yozgan. Hozir biz o'zimiz bitta xolodilnik bilan bitta televizor oldik.